Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Nahmaydan programmamga xush keldinglar. Guli Maqsad kanalidan sizlarga salom. Bugun eng ko'p so'ralgan, hamma odam qiziqadigan bo'libmi bizdek Uyg'ur millati, ya'ni pasportning g'amida qilib qolgan, vatanning g'amida qilib qolgan millatning ko'pishida bak ko'p so'raladigan savol. Kanadaning pasportini qancha vaqt olib bo'ldi degan savol. Şoňlaşqa bugün sizlerge bevositalam şu Kanada hökümet tor betinden çıkıplam birden köstüp sözlep beräy dep ýa bir nahmaýdan kıldım. Köpçilikninki kani bu Google'a kirip CICGC.ca Kanada hökümet tor betiga kirmiz. Kirgenden keyin maýdyk izleýdigan ýerge processing time deplam ýezyp bu to'g'riliq maxsus bir nim qilgandim, video qilgandim. Shu nimmiga qiziqsanglar, qaysi ishninki vaqtda qiziqsanglar, mushu bo'yicha Kanadaniki tor betiga, hukumat tor betiga kiriblam, izleydigan yerga processing time deganni kirgiziblam, qiziqadigan, o'zinglarniki qiziqadigan mazmunni so'z izlasanglar bo'ladi degandim. Processing deganni kirgizib, check processing time deb kirgizib, masalan, pasport ilish qancha vaqt ketadi deysanglar, maydan pasportlam deylik. Pasportni iltimos qilgan amanlam shu applicationlarni to'ldirib qilgandan keyin mega chiqadigan 10 kun, 10 business day yoki bo'lsa mail orqali bo'lsa 20 business day deb mana chiqadi ekan. 10 kunda 20 kunda lam chiqadi deydi pasportga iltimos qilishga. Pasport chiqadiganqa. Bu pasportga iltimos qilishninki shartini to'shqizish uchun shuningdan nurg'un shu bir muncha jarayonlar bor. Sizlarga shuni tushuntirib bermoqchi. Tafsiliy hisoblash usulini. Pasport iltimos qilman desa, shartingiz to'shsa pasportga iltimos qilsangiz ham shu 10 kunda chiqadi ekan. In person ishxonasiga berib jadvallarni to'shtirib, hammasini qilsangiz 10 business degan qancha bo'ldi? Shu 15 kun bir haftada 5 kun ishlaydi desam shu 2 haftada lam chiqadi degan gap. O'zingiz bormay bevositalam mail orqali, ya'ni pochta orqali yozsangiz 20 kunda chiqadi debdi. Yana qaytadan sizlarga desam, Google'a kirib Government of Canada, Kanada hökümeti yoki bo'lsa bevosita tor adresi CICGC.ca degan kirib, Kanadaniki davlat tili 2 xil, fransuzcha va inglizcha. İngilizce kirgandan keyin o'zinglar qiziqadigan nimani bilmoqchi bo'lsanglar, o'sha yerdagi izlaydigan belgiga kirib processing time deb chiqarmiz dedim. Boshqandan keyin birinchi bo'lib chiqadigan nimasini bossanglar, processing time deganga masalan PR kartasi qancha vaqt chiqadi, panohlik iltimos qilsa qancha vaqtda ketadi deganlarning hammasini mishada. Masalan, kelgandan keyin panohlik iltimos qilsak, qaysi xil panohlik turida government assistant hukumat ekildiganmi yoki shaxslar sizni sponsor qilib ekiladiganmi yoki bo'lsa siz Kanadaga kelib bo'lgandan keyin mayda protected person yoki conventional refugee debdi. Muşun bisiplam processing time 22 ay vaqt debdi mayda. Panohlik iltimos qilsangiz 22 ay ketadi. Ya'ni sudning echilishiga mush 22 ayning ichida ta'liyangiz bo'lsa 5 oyda, bo'lmasa 5-6 yil ketganlarmi bor. Özümniki anlığını bo'yicha so'zlasam shu 2017-yildan ilgari rad qilinganlar bor, 2 qatim sudga iltimos qilgan, 2 qatimda rad bo'lib ketgan degandek. Siz u panohlik iltimos qiladigan chog'da hamma materiallaringizni berganda to'ldiradigan, o'zingizniki qo'l qo'yadigan jadvallari bor. Navoda kerak sud iltimosini, panohlik iltimosini rad qilib qolsa, özlüğümden Kanadadan chiqib ketman degan qog'ozga siz panohlik iltimosini nim qilgan chog'da qo'l qo'ygan bo'lsa dedi. Uniki panohlik iltimos qilganiki chegaradan kirgan amallar iltimos qiladigan va Kanadaga kirib bo'lib
o'zingizniki bir ko'rishlarini nima qilib, andan keyin maxsus shu ishxonasiga berib, ishxonada panohlik tilaydigan shu ikki xil usul bor deb bilgandim. Ham bugungi asosliq so'zlaydiganim shu pasportni olish uchun qancha vaqt ketadi, ya'ni pasportni olishga, pasportning hamma shartlariga tushsangizlar, iltimos qilsangizlar 15-20 kun chiqadi ekan. 10 business day dedi in person bo'lsa, ishxonasiga berib iltimos qilsangiz 10 business day. To'rtdan iltimos qilsangiz 20 business day, 20 xizmat kuniday. Endi o'sha citizenship Kanada garajdorligiga o'tish uchun qanday bo'ladi desanglar, shuningki nimasini bir qo'r tushuntirmoqchi. U Kanadaniki pasportini olaman deblam keplam panohlikqa o'tdim, iltimos o'tdim. Bu yaniki kartasini oldim. Diplomandan keyin bu 1095 kun diplom aniq javobini yozib qo'ydim. Shu 1095 kun 3 yil bo'ldi ekan. 3 yil o'tgandan keyin pasportga iltimos qilsam bo'ladi ekan deb bunda qo'ysangiz bo'lmaydi. Ayda kunni hisoblash usullari har bir odamniki amaliy ahvoliga qarata o'xshash bo'lmaydi ekan. Shuningdek shuni sizlarga bir ko'rsatib qo'yay deb meningdan Kanadaga garajdorlikqa o'tish uchun, pasport olish uchun qancha vaqt ketadi deb so'rasangiz, men sizga 3 yil yoki 4 yil desam, sizniki o'zingizniki amaliy ahvoliga qarata o'xshash bo'lmay qolsa, ya'ni javob xato bo'ladi degan gap. Shuningdek, men o'zingizniki amaliy ahvoliga qarata qanday hisoblashni o'rganib deb bu programmani ishildim. Kanada torbet kirib, hukumat torbetidan citizenship garajdorlik degan kirsangiz, apply for citizenship. To imtihon berib, qasam berib, imtihonlarni o'tgandan keyin, andan keyin Kanadaniki garajdorlikqa qo'yadigan gap. Bu o'tish uchun qanday qiladi desa, who can apply? Permanent resident bo'lgandan keyin, ya'ni bu yerda turishlik kartangizni olgandan keyin Kanadada shu iltimos qilgan kundan tortib keyingi hisoblasangiz 5 yilning ichida sizniki amaliy Kanadada turgan vaqtingiz 3 yil to'shqan bo'lsa, ya'ni 1095 kun to'shqan bo'lsa, andan keyin iltimos qila olasiz degan gap. Cho'nroq ko'rsataymi? Masalan, mana yaxshi qarasak, Kanadaga keldingiz deylik. Kep panohlik iltimos qildingiz, sudingizdan o'tdi. Siz andan keyin mishada mangulik turish permanent resident iltimos qildingiz. Shu kartangiz chiqib bo'lgandan keyin o'zingiz Kanadada 1095 kun, ya'ni 3 yil turgan bo'lishingiz kerak deydi. Endi u sizning burun turgan vaqtlaringiz qanday hisoblaydi deganlarga hozir mishada tafsiliy find out your eligibility turib nima deb beray. Masalan, qaranglar, qanday bo'ldi ekan desanglar, misol bilan tushuntirsam, Kanadaga kelgandan keyin, masalan, siz sayohat vizasi bilan keldingiz deylik. Kanadaga sayohat vizasi bilan kelib, bu yerda turib qoldingiz, 15-20 o'tgandan keyin yoki bir oylar o'tgandan keyin panohlik iltimos qildingiz. Iltimos qilgandan keyin sizniki 10 oy deylik, taxminan 10 oy atrofida deylik. Bo'lmasa ayda eng uzun bo'lgan chaqda 22 oy deb yozibdi. Shu o'zingizniki vaqti shu taliga bog'liq. O'zingizniki security check time bexatarlik tekshirish deymiz-ku. Kanadaga panohlik iltimos qilganlarniki tekshirish, salomatlik tekshirish degan 1-2 soatning ichida tugaydi. Bexatarlik tekshirishga balkim bir necha yillar ketishi mumkin. Ya'ni o'zingizniki munosabat doirasi, Xitoy istixborot xodimlari bilan aloqa qilmamsiz deb o'zingizniki munosabat doirasiga deb shunday o'ylayman qo'yish qilib. Ilgari Kanadaniki shu dastlabki ishlagan vaqtlarimdagi videoga deyman 2-3 qatimdan boshlab shu Kanadaniki panohlik ishlarga aloqador mazmunlarni shu hukumat torbetidan mushnodan ilib sizlarga birdan tushuntirgan chog'da Kanada bo'lsa bir refugee qabul qiladigan davlat, refugee bilan ko'chmanninki farqi degandeklarni so'zlagan. PRni olgandan keyin to'xtam. Bo'lsa Kanada siyosiy panohlik qabul qilindi.
Naq maydon savollarni yozib qo'ysalar bo'ladi, или birdan ko'rsam bo'ladi, bilganimcha javob berib, Kanadaning hukumat tor betini izlab tekshirib, javob bersam bo'ladi shu. Demoqchi bo'lganim shu, security check deganga uzun masal ketishi mumkin, hatto necha yillar. Mening hozir qadar anlaganimcha shu Facebookda ochiq oshkora public comment, ya'ni inkoslarni yozg'u, shu inkoslarning ichidan Kanadada biraylarninki shu 5 yillarmi, 6 yil ketgan vaqti, yana Torontoda amaylan biladigan bir kishi bor. Shuningki, shu yozgan kommentlaridan eng uzunni shundan anladim, eng qisqani shu kap iltimos qilgandan keyin 5 oyda chiqadi ekan deb o'zim biladiganlarim. Tez bo'lsa 5 oyda, uzun bo'lsa 5 yilda deb so'zlay. Kanadaniki hukumat tor betida deb bergan oyida belgilab bergan vaqt 22 oyning ichida deb yozib, shu har qatim o'xshamaydigan odatda haftada bir, oyda bir tekshirib baqsammi, pat o'zgarib bilan turdi san sifrlam. Kanadaga keldingizda sayohat pasport, sayohat viza bilan kelgandan keyin panohlik iltimos qildingiz. U mazgildagi sizningki salohiyatingiz sayohatchidan panohlikka iltimos qilguvchi degan salohiyatga o'zgardi. U o'zgarib, qachon sotingiz ochilib, sizga sotdan mau panohlanguchi degan salohiyatni chiqarib berganga qadar sizningki salohiyatingiz refugee claimant, ya'ni panohlik tilaguvchi bo'ladi. O sot ochilib bo'lib, sotninki yaxshi qarorini olgandan keyin siz permanent resident, ya'ni o'shaniki PR kartasiga iltimos qila olasiz. Iltimos qilgandan keyin andan keyin sizningki bu citizenshipga garajdanlikqa o'tadigan vaqtingizni shu joydan hisoblaydi. U hisoblangan vaqt burunqisi qanday bo'ladi ekan desangiz, har 2 kunni 1 kun qilib hisoblab, jami turgan vaqtingizdan masalan 2-3 yillar sayohat yoki ishlash xizmat vizasida turib, andan keyin siz PR kartasini olgan bo'lsangizmi, undan ilgirki vaqtli turgan shu 3 yil, 4 yil turgan bo'lsangiz, shuni jami faqat eng ko'p bo'lgan chog'da 365 kun qilib hisoblaydi ekan. Bevosita o'shadan tor betidan ko'rsatib bilan misollar bilan so'zlaylik. Olgan kuningizdan boshlab andan keyin shu 1095 kunni bir kundan to'shqusiz. Andan keyin pasport iltimos, citizenship iltimos qilasiz. Hamda Uyg'urlarniki men qarab baqsam bu odatda o'ziningki PR kartasini ilib bo'lgandan keyin sayohat pasportiga iltimos qiladigan travel document deymiz. Sayohat pasporti iltimos qilib bo'lib, Turkiyaga berib 6 oy, Dubayga berib 3-4 oy turib keladigan. Undaqlar erkinlik amaliyaga bora oladi-da, borgan bilan, lekin sizningki Kanada garajdanligiga o'tadigan vaqtingizda shu Kanadaniki ichida o'zingiz bor vaqtni hisoblab, anan sirtga chiqib ketgan vaqtlarni yana o'tadigan gapga. Shunlashqa sizlarga 1095 kunni qanday hisoblaydi deganni shuni tushuntirmoqchi. O PR kartani elishdan burunqi vaqtingizni misol berib qilaylik. Bir nim qildigan bir hisoblash mashinasi bor ekanda, bularningki sizningki qanchinchi oyning qanchinchi kunida Kanada garajdanligingizga o'tadi degan o'zi hisoblab bergan, o'zingiz mishet bergan savollarga qarata bergan nimangizdan. Ammo yerda eligibility deganda permanent resident bo'lish kerak. Iltimos qilgan kundinki oldidagi 5 yilning ichida o'zingizniki amaliy Kanadada 3 yil turgan bo'lishingiz kerak, ya'ni 1095 kun. Cho'qim o'zingizniki tax information boj ma'lum qilgan bo'lishingiz kerak. O'zingizniki Kanada garajdanlikqa o'tadigan imtihonlar bor, citizenship test deb. O'sha imtihonlardan o'tgandan keyin maxsus bir murosimlar bor, qasam qilib kiradigan. Andan keyin o'zingizniki Canada language skills debdi, bu Kanadaniki o'ziniki maktablarininki college diploma, university degree degandeklar bo'lsin bo'ladi, yoki bo'lmasa kollejga, universitetlarga borgan bo'lsangiz beradigan imtihonninki ismlari bor.
til imtihaniga şunun bilan berip ne qılsız. Amma yeda siz Kanada garajdalıqıga bulamaydigan vaqtlar, qandaq bolsa bulamaydı deganlarning shu birdan nimalari bor ekan. Agar siz shu panohliq shu salohiyat bilan bir jinoiy ishlar, masalan, bulonchilik, o'g'irlik degandek shunaqa turmada yotgan vaqtingizni bir kun hisoblamaydi ekan, ularni hammasini chiqarib aytadigan gapga. 18 yoshdan adopt a child born outside. Permanent resident status. Calculation machine batti shuni topolmayman. Track your time amaya degan. Nechinchi islar Kanadadan chiqib ketdingiz, shu sayohat pasportingiz bilan Kanadaniki travel document bilan nechinchi islar qaytib keldingiz. O'sha hammasini birdan to'ldiradigan jadvallari bor ekanda, shularni hisoblab, u PR kartasi elishdan ilgirki, ya'ni sotni saqlayotgan vaqtingizdagi sotni refugee claimant degan vaqtni hisoblamay, sizga faqat sotdan refugee bo'lib bo'ladi degandan boshlab PR kartaga iltimos qilsangiz 2-3 oy vaqt ketadi emasmi? PR kartasini nima qilib boqadigan gapkan u. PR kartasi qancha vaqt ketadi ekan, shuni ko'rsatib beray. Processing time diplom Egypt Kanadaniki kartasini ilish uchun qancha vaqt ketadi desangiz, panohligingizga iltimosingiz qabul qilinib, iltimos qilib degandek. Refugee iltimosingiz 22 oyda sud echilishi mumkin. Permanent resident cardni surishtirib boqaylik. Kanadaniki permanent resident card. O'tganni qarsam bu 45 kunda chiqadi deyotgan, keyin 30 kunda ham o'zgardi, 30 kunda chiqadi ekan deyotgandi. Uzartamsa yoki yangi olamsini first card deb olaylik. Get processing time. 128 kun vaqt ketadi ekan sizniki sotingizniki nemisini ilib, qog'ozini ilib, permanent resident card iltimos qilsangiz 128 kun ketadi ekan. Buningki jarayonlarimi qanaqa qilish kerak deganlarning uningki ayrim bir nimalari bo'lgan. Masalan, qarang, ishini boshlay. Permanent resident government turbat kirgandan keyin work citizenship panohlik degan bo'lsa, panohlik iltimos qildingiz, qanaqa iltimos qildingiz deganda sponsor refugee appeal. Afg'oniston. Kanadaning ichida turib panohlik iltimos qildingiz deylik. Iltimos qilgandan keyin how to apply after you apply. Iltimos qilgandan keyin siz become a permanent resident iltimos qilasiz debdi. Applying for permanent residence bo'lish uchun ma'lumotdek ya'ni gather your documents, qanday dokumentlarni tayyorlaysiz, qaysi jadvallarni to'ldirsiz, pay fee, pul to'laysiz rasminoga texi. Men degan panohlanuvchi refugee deb pul to'lamaydigan nurg'un narsalarga pul to'lamasmi, bu PR kartasiga pul to'laydi deyman, chiqarib aytam deya. Qarab qo'yaylik, $550 ketadi ekan PR kartasini ilishga. Buningga yana 85 biometrics in person deb yiliqi. Barmoq izi degandeklarni oldiqalar degandek ishlar deyman. Ish qilib shu bir muncha ishlar o'tgandan keyin, panohlik sotingiz o'tgandan keyin PR kartasiga iltimos qiladigansiz. PR kartasiga ketadigan vaqt 128 kun ekan. PR kartini olib bo'lgandan keyin Kanadaning ichida 3 yil saq turgan bo'lsangiz, ya'ni 1095 kun 1095 kunni to'shqizgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa siz o'tirda Turkiyaga, bu yerga ketib sayohatdan qilib Dubayga berib degandek Kanadaning sirtiga chiqqansiz shu vaqtlarni chiqarib aytadi ekan. CICGC.ca o'ziga ham kelaylik.
citizenship. Apply for citizenship. PR kartısını ilib bo'lgan bo'lishingiz, oldingi 5 yilning ichida 3 yil Kanadada turgan bo'lishingiz, bosh topshirgan bo'lishingiz, bosh topshirgan emas, yilqi bosh ma'lum qilgan deymizmi? Bosh ma'lum qilgan bo'lishingiz, imtihondan o'tgan bo'lishingiz, inglizcha yoki fransuzcha til darajasiga to'shgan bo'lishingiz kerak. Buningga shart to'shmaydiganlar, ya'ni mandaq ishlar ostida Kanada grajdanlıqqa iltimos qilsangiz bo'lmaydi degan bir narsalar bor ekan. more than 1095 to'shqizib bo'lgandan keyin anondan keyin iltimos qil deydi. Bu 1095 kunni to'shqizmay turiblam iltimos qilsangiz bir qatam rad qilinib ketadi. Yana bir qatam iltimos qilgan vaqtingizda sizniki oyidagi vaqtni hisoblashi yana o'xshash bo'lmaydi ekan u chaqda. To'ldiradigan chislalaringiz, PR kartasini elishdan ilgirki turgan vaqtingizda masalan 2-3 xil status bo'lsa, masalan o'quvchilik vizasi, sayohat vizasi, andan keyin sayohatchidan xizmat vizasi, ish qilib bir muncha turlari bor-ku, o'shanga o'xshash siz refugee claimant bo'lgan chaqdagini hisoblamay, peshidagi boshqa sayohatchi degan salohiyat bilan turgan vaqtlardagi yoki xizmatchi yoki o'quvchi degan vaqtdagi hammasini 2 kunni bir kun qilib hisoblab, bir necha yillar bo'lsa-mu, uni faqat eng ko'p bo'lgan chaqda 365 kun qilib hisoblaydi ekan. Kanada grajdanı bulamaydigan ahvollar deb. Hammasi shu ish qilib, shu Kanada hukumat to'r betiga chiqarsanglar, har qanday bir savollar bo'lsa, shu hammasini topqili bo'ladi ekan. Birsiga ham 3 yilda Kanada grajdanlik o'tib bo'lsiz, 4 yilda o'tib bo'lsiz deb ketgili bo'lmaydi. Bu yerda har bir odamning o'ziniki ahvoli o'xshamagan bo'lgandan keyin Kanadaning sirtiga sayohatga chiqib ketmaganmi degandek. Onun başqa jinoyat o'tkazmaganmi degandek. Sizniki har bir odamniki bu yerda panohlik iltimos qilishdan ilgirki salohiyatingiz nimati qanchalik vaqtdan keyin, yana qanchalik vaqt turgandan keyin o'shadagi kunlar bo'yicha hisoblaydigan keyin bir kundan hisoblasa, har bir odamniki shu o'xshash bo'lmaydi ekan demoqchi. Chislalarni o'zgartirib bir nima qilib beray desam, bir hisoblaydigan bir ibot topolmayman-ku. Asosan deydiganni deb bo'ldim. Shuning bilan naq maydon programmani tugadi, ko'pchilikka xayr xo'sh. Tezlam tugatdim. Hisoblash usulini ko'rsatib beray sizlarga. Masalan ilib, misol qilib chislalarni o'zimiz ko'rib, men manchinchi oyning manchinchi kuni Kanadaning ichiga kirgan deb misol qilaylik, ya. Hisoblashni boshlaydimi? Hozir qanaqa chiqadi? Cho'ngroq qilay, ya. Start calculation. Har bir odamniki o'xshash bo'lmaydi degan yerim shu. Kanadaga kirgan vaqtingiz deylik, masalan siz 2017-yili Kanadaga keldingiz deylik, 2018 deymanmi ya. Qolgan bir yil oy kunni kirgizaylik. Ma'lum bir aylan masalan o'tgan yili kelgan bo'lsin. 2020-yili qolgancha yozay, ya. 6-oyninki 1-kuni Kanadaga yetib keldi deylik. Kanadaga yetib kelgandan keyin masalan chislani o'zimiz masalan 2 oydan keyin deylar, 7-oyninki 8-oyninki 1-kuni siz nima iltimos qilgan bo'ldingiz, panohlik iltimos qilgan bo'ldingiz. Panohlik o'tib 10 oydan keyin deb hisoblasaqmi, ya'ni permanent resident olgan kuningizni 2021. Masalan bugun oldimda deb olaylik, masalan 15-yisla olgan vaqtdan buncha yil deylik. Hisoblab boqaylik endi. Date you sign CNB, after date you become a permanent resident.
Masalan, bugun deb olay. Mana kelgan vaqtim bo'lsin. Calculate bo'lgandan keyin yana nima deydi? To'ldirdim-ku. After the date you become a permanent resident. Atniki qilay. Bugun karteli bilan atlikka deb hisoblab baqsam qanaqa bo'ladi ekan. Nemni xato qilgan bo'ytan deydi. Ish qilib bir chislalarni Kanadadan chiqib ketgandan keyingi, undan keyin burunqisi degandeklarni hammasini qildan bo'lgan. Mavni xato to'ldirib qo'yibman-da. Masalan, 2021-yili hozirgi to'ldirmoqchi bo'lgan kun. yili 9 ayninki 15 kuni. And enter the date you become permanent resident. Her ikisi bilan bugun qolgandan keyin did you temporary resident 2016-yildan boshlab 2021-yilgacha yana 5 yilning ichida seninki statusing nima deydi? International student, temporary worker, temporary resident, permanent holder. O'quvchi bo'lib keldim deyli. Yes deb olayli. O'quvchi bo'lgan vaqtingizni kirgizsiz birdan hisoblab berdi ekan. Temporary resident, international student bo'lib qachon kelding deganga misollarni ilib qo'y desam 2020-yilga kelgan bo'lay bo'ldi. 1-oyning 15-kuni qimay 1-oyning 1-kuni keldim deyli. Qancha vaqt o'quvchilik visi keplam 2 oy o'quvchi bo'liblam 6 oy deb qo'yamdim ya. 6-oyning 1-kuni deb hisoblay ya. O'quvchi visida 6 oy turdim deb hisoblay. 6-oyning 1-kunigacha. Altay turdim sen 153 kunni 76 kun qilib hisoblaydi ekan. Yana birini kirgizaylik. O'quvchi bo'lib 6 oy o'qiblam ishlab ketdim deya. Masalan, 6-oyniki 1-kundan tortib yana 6 oy ishladim deyman. Birinchi oyning 1-kunigacha. Altı ay o'quvchi bo'ldim, 6 oy ishladim deylik. Jami vaqtni o'quvchi bo'lgan vaqtdagi 153 kunni 76 kun qilib hisoblaydi ekan. Mana type ni yozmoqdaman da. Temporary worker daily. Şikiz 15 kunni 107 kun qilib hisoblaydi ekan. Jami kunninki 367 kunni 183 kun deb hisoblaydi ekan. O'quvchilik vaqt turdim, xizmat vaqti turdim deyli, ondan keyin yilqi. Voy vallah, chex bir narsani qo'shib olishlik 2 kundan qulay bo'ldi.
Kanadada turgan vaqtında yil offense in Canada qonun xiloflik qilib turmaga tushdingmi deydi. Yastab qo'ysam shu vaqtniki hammasini chiqarib aytadi, hisoblangan vaqtni. Shunglashqa bir no deb lam hisoblayli. Asosan Uyg'urlar jinoiy ishlarga chetishiladigan ishlar asosan yo'q. Naqta continue qilayli. Only 5 years immediate before the date your application, ya'ni siz iltimos qilgan kundan boshlab 5 yilning ichidagi vaqtni hisoblaydi ekanda. Endi mayada deydi, yes, you left Canada, the reason including vacation work. O'sha vaqtning ichida Kanadadan chiqib ketdingmi deyli. Turkiyaga berib 2 oy turib keldim deyli. Nima deydi ekan? Sayohat turdum deymi bu ya ishlamdimmi, ishlash uchun bordim deyli bo'ldi. List of absence in Canada. Destination country. Turkiyaga qachon bordim dey. O'tgan oydan berib keldim dey ya. 8 ayda bordim dey. 8 ayning 1 kunidan qaytib kelgan kunim qancha deb 30 kun qilib hisoblayli. 8 ayning 30 kuni qaytib keldim deyli. Reason nima yozmizga? Destination leave other countries. Hisoblab qo'ysa deb. Hisoblash usulini o'zinglarning amaliy ahvoliga qarab shu bo'yicha hisoblaysizlar demoqchi. Turkiyadan boshqa yerga bordimmi debdi. Germaniyaga bordim deb qo'yay. Germany deb yozib qo'yay. Yes. You fill in the terminated absence button to save. Okay. Add absence deb yozay. Null. Hisoblayın deganda yozlam calculate deb hisoblayli. Permanent resident bo'lgan vaqtdan 9-ayning 15-kuni application 9-ayning 15-kuni deb yozib qo'ysam, bu yerda oxirgi javob beradigan javob kuni If you apply physically present 1095 kun. Nada bir yerni xato qilib qo'ygan o'xshaymi? Total physical presence hozircha 183 kun. Bunda hisoblaydigan ish qilib har bir odamning o'zining amaliy ahvoli o'xshash bo'lgandan keyin mishada kelgusidagi nima qilib beradigan vaqtingizni start. Yana biz oxirgi berib chislani aniq ko'rsatib beray desam xato qilib qo'ydim. Shu bo'yicha o'zinglarning amaliy ahvoliga qarab kirib hisoblab olsanglar bo'ldi demoqchi. Jami Kanadada turgan vaqtni 1095 kun, ya'ni kartani ep bo'lgandan keyin ketib shuni bilsanglar bo'ldi. Shu bo'yicha o'zinglarning 5idagi, ya'ni kartani ep bo'lishdan burungi vaqtinglarni qanday hisoblaydi ekan, bundan keyingisini qanday hisoblaydi ekan, ya'ni Kanadadan sirtga chiqib ketgan bo'lsanglar deganda, o'shaning hammasiniki chislalarini to'g'ri kirgizsanglar, men hozir maydagi misollarga uni qilaman, yedim bu yerdan Turkiyaga 2 oy bordim, 1 oy bordim. Turkiyaga, Germaniyaga bir haftalik bordim deganda shunday bu yerda yolg'on son sifrlan qilaverganligini ilish ketib nima bo'lib ketdi. Shu
Nemening o'zini ko'zda, o'zinglarki ishni boshlaydigan yeringlarni Kanadaniki hukumat orbitiga kirsizlar, kirgandan keyin Kanada garajdanligi citizenship degan izlab topsizlar. Bu yerdan apply for citizenship garajdanligiga iltimos qilish degan bosisizlar. Bu yerdan keyin kimlar qilalaydi deganga bir endi o'qisanglar maqatasiga 5 ishni tamomlagan bo'lsanglar bo'ladi ekan. Kanadaniki permanent resident kartasini bo'lgan bo'lish, 1095 kun Kanadaning ichida turgan bo'lish, boj ma'lum qilgan bo'lish, garajdanlikqa u imtihondan o'tgan bo'lish, mumkin til qobiliyatiga aloqador bir isbotni qilish degandek. O'sha 5 ishni qilsanglar bo'ladi ekan. O'sha yerdagi 1095 kun o'zinglarniki amaliy ahvoliga qarta necha kun ekanligi o'xshamaydi. Shunlashqa kunni o'tkazib o'tmay, vaqti-vaqtida ishlarni bajarib olay, qachon qilsam eng muvofiqkin deganni boyaqa hisoblash usuli bo'yicha birdan hisoblasanglar bo'ladi ekan. Sonni, ya'ni kartani ep bo'lishdan ilgirki sonni kunni qana hisoblaydi ekan desanglar, shu refugee claimant bo'lgan vaqtni hisoblamay, sudninki bergan hukmnomasiniki vaqtidan tortib sherni hisoblaydi ekan, toki o'zingiz kartani olg'ichilik 2-3 oy vaqt ketamdi, yo 1 oy vaqt ketamdi, shu vaqtniki jami vaqtini yarmini hisoblaydi ekan. Uningdan ilgirki sayohat Kanadaniki sayohat vizasi bilan turganingizni yoki o'quvchilik vizasi bilan turganingizni degandeklarni hammasini yig'ishtirib akab 365 kundan jiq bo'lib ketsa bo'lmaydi ekan. Hech bir necha yil bo'lsinmi, uzun saqlab ketgan bo'lsangiz, saqlagan vaqtlaringizni ashlar hisoblaydi ekan. O'sha qilib darsim tugadi. O'zinglarniki amaliy ahvoliga qarata o'zinglar hisoblab beqinglar. Yana bir nima bu? Ishonchlik uchur. Ishonchlik uchur. Shu Kanadaniki hukumat to'g'ri betidan kirib sherdan birdan ko'zitib gap bergan bo'lmiz. Yana Kanadada biraylan YouTube'larda xato uchur taqtotdi deb ketmasin. Kanada hukumat to'g'ri betiga kirib so'zlayotgan uchurlarimiz. Ko'rganinglar sizlarga rahmat. Yaxshi uchur bo'ldi, yaxshi dars bo'ldi. Rahmat deb sizlarga rahmat. Bo'ldimsa bugungi darsim shunchalik kelarki qitimki nahmaydon programmamda oldin olam ishida nim qilib qo'ygan bir muncha darsliklar bor, ya'ni Kanadaga kelmoqchi bo'lgan yoki Kanadada shu panohlik sudini saqlayotgan degandeklarniki ish yaxshi videolarni, mazmunlarni tepag'andim ashlarni Kanada hukumat to'g'ri betining o'zidagi uchurlar bilan birlashtirib oldin ola bir anglashga tegishlik bir qatim anglasa, diqqat qilishga tegishli ishlarni, hatto so'riladigan savollarninki bir muncha 20-30 dak savollar bor, videolar bor ekan, ashlarning hammasini, ya'ni panohlik iltimos qiladigan suddan muvaffaqiyatli holda o'tishda diqqat qiladigan ishlar deb u YouTube'dan va Kanada hukumat to'g'ri betining topgan uchurlarni asosan boshqa davlatlarninki misollarini olib ishlangan videolar ekan, hamda o'zimizniki Uyg'ur yuz berayotgan Uyg'ur zulmi qarta deb bizniki so'zlaydigan mazmunlarimizni asos qilib turib, yana bir qatimliq qatimqisini sal uzunroq qilib 1 soat yo 1,5 soat atrofida qilib uni so'zlay. Ya'ni o'zimizniki milliy kimligi, diniy kimligi, vatanniki siyosatniki ahvoli, vatan qaysoq bizga nima ishlar yuz berishi mumkin degandeklarga qarata diqqat qilishga tegishlik va so'riladigan savollar va ularga javob berishda diqqat qiladigan ishlar qatorliqlar to'g'risida Kanadaniki o'ziniki hukumat to'g'ri betidan panohlanuvchilarninki qandaqlar, ya'ni refugee bo'ladi degan mazmunlarga qarata o'zaro kirishtirib yurib yana bir qatim dars qilay. Bugungisi shunchalik bo'lsin. Hozir qancha vaqt bo'ldi? 40 minut. 40 minutda so'zlagan narsam nima? Shu temasining o'zidan yozib qo'ygan shu son shu 1095 kun shuni hisoblash. O'zingizniki amaliy ahvoliga qarata ya'ni PR kartasini ilib bo'lishdan ilgirki vaqtlaringizniki hammasini jami qo'shib 365 kun chiqara olsangiz, Kanadadagi PR kartasini ilib bo'lgandan keyingi
Vaqtingiz shu 2 yildalam Kanada garajdalig'iga iltimos qila olasiz degan gap. U imtihonlarni oldin ola appointment elib, nima deymiz? Bir murosim o'rlashtiradigan bir nimalarga tizimlatib, imtihonlardan o'tib, u nimalaringizni qilib bo'g'ishligi, yana bir muncha vaqtlar ketib, qachon pasportingizni ilib bo'g'ishligi xili bir asham ketadi. Shuningga meningki tavsiyam Kanadaga keldingizmi bo'ldi, siz bir safe country, bexatar bir davlatda bo'lgandan boshqa hech nimani ansirmaylam. Ammo hamma ishlar bir kundan o'tadigan vaqt o'taveradi, siz kuningizni o'tkazaverasiz. Faqat Kanadaning pasportini olsam bo'ldi deb yuriblam. Shuning bilan qolsangiz bak o'zingizga stress his qilib, onandagi kunlar nima bo'lib ketadigan gap shuningga. Hammangizlarga utuqliq, xushal-xuram kunlar, vaqtlarniki mau hisoblanishini eng unumli usulda hisoblab, qaysi vaqtda eng iltimos qiladigan vaqtlaringizni o'zingiz hisoblab vaqtni o'tkazib o'tmay, yo bo'lmasa baltir qilib olmay degandek shu bo'yicha hisoblash usullarini ko'rsatgan bir videom bo'lsin. Shuning bilan bugungi naq maydon programmam tugadi. Bu garajdalikqa o'tish uchun 1095 kun ekan. Pasportni olish uchun shu garajdalik imtihonlardan o'tib bu degandek bir muncha ishlar bor. Unda qonun ko'ra Kanadadan ketaman desangiz, Xitoyga qaytmasangiz-lam, yana o'zingizniki Xitoy pasportini boshqa davlatlarga ishlatsangiz bo'ladi. Qo'lingiz cho'qim Kanadaga qaytib kelgan chog'da Kanadaniki permanent resident kartasi bo'lishi kerak. Permanent resident kartasini Kanadaning sirtiga chiqib ketgan chog'da yuturib qo'yib, sirtdan shuni to'liqlik qilib bo'lamdi degan chog'da to'liqlik qilib bo'lmaydi. Kanadaning sirtida bo'lsangiz, siz faqat travel document, ya'ni Kanadaningki sayohat pasportiga iltimos qila olasiz. Navodi kerak Kanadaning sirtida. Demakchi bo'lganimda qo'lingizda Kanadaningki permanent resident kartasini ib bo'ldingiz, siz sirtga chiqib boshqa davlatga sayohatga berib, qo'lingizdagi kartani yuturib qo'ygan bo'lsangiz, Kanadaga kelishda cho'qim kartangiz bo'lishi kerak-da. Siz boshqa davlatning pasportini ko'tarib Kanadaga keladigan chog'da, u Kanadaniki yo vizasi yo'q, yo kartasi yo'q bo'lsa, uni bo'lmaydi. Shuningga sirtqi ish qilib shu Kanadaniki hukumat orbitida nurg'un hamma mazmunlar borkan, o'zinglar ko'rib qolsanglar bo'ladi. Kanadaniki sirtida permanent resident kartini iltimos qilish bo'lmaydi ekan, faqat sayohat pasportini iltimos qilishga bo'ladi ekan. Ham shu kartani bo'lgandan keyinki Kanada garajdaligiga o'tish uchun ketadigan vaqt 1095 kun. Shuni hisoblashlarni amal bor. Nima deymiz? Jinoyat ishlari bilan masalan Yevropada bir muncha bir ishlar yuz bergan, u 5-6 bolaninki Uyg'urcha xabarlardan chiqdi. Va shu davlatninki Gollandiyaniki xabarlardan chiqdi. Jinoyatninki 5 yil, 6 yil kesilib ketgan vaqt bo'lgan. Shu vaqtlar o'tib ketdi degan gap bir davlatninki Kanadada qanaqkin. Endi Yevropada qanaqkin, Kanadadagida u serving sentences vaqtni bir kun bo'lsin ularni hisoblamaydi ekan. Hammamizniki dadi shu vatan dadi bo'lgandan keyin vatandoshlik deb yuradigan Uyg'ur millati bo'lgandan keyin vatandoshlikni olish uchun Kanadaniki garajdaligiga o'tish uchun qancha vaqt ketadi deb vaqt hisoblashlarni o'zinglar ko'ringlar. Gaplar tugadi. Chiqib ketsangizlar bo'ladi. Xayr xo'sh. Permanent residentni qandoq og'il bo'ladi? Permanent resident elishniki usullari ko'p. Masalan, siz Kanadaga kelib ishlagan bo'lsangiz, sizga 3 yillik xizmat vizasi bersa, 3 yillik xizmat jarayonida siz ishlab 1 yillik xizmat tajribasi to'plab, u soatmi qancha, 1000 qancha soat ish qilib 1 yil full time ishlagandan keyin soatini to'plab xizmat nima qilsangiz bo'ladi. Ana permanent kartasiga iltimos qilsangiz bo'ladi. Yangidan chiqayotgan nimalar bor? Bir nima pilot program deydigan o'quvchi international studentlarni, ya'ni o'quvchi vizasida kelib shularda o'qib
permanent resident kartasiga iltimos qiladigan yoki misol siz o'zingizniki turishliq davlatida hayotim xavf ichida deb qarasangiz Kanadaga kelasiz, Kanadaga kelib bo'libman, men qaytib ketamayman deb panohlik iltimos qilsangiz bo'ladi. Panohlik iltimos qilgandan keyin navoda sud sizningki panohligingizni qabul qilib, sizni shu panohlanguchi degan salohiyatni bergan sudning qog'ozi bo'lsa, shu sudningki hukmnomasi bilan permanent resident iltimos qilsangiz bo'ladi. Usullar xili ko'p-ku. Qanday iltimos qila oladi degandek yana shu san qaranglar. Kanadanınki hukumat orbitiga kirib bilan PR kartasi to'g'riliq deysangiz shu mishada immigrate to Canada yoki bo'lmasa apply for citizenship PR karta o'zingizniki applicationlarninki hammasiniki mishada cho'ng ismi nima to'g'riliq boshlasangiz qarang shu o'zingizniki qilgan ishini masalan kelib panohlik iltimos qildim desangiz Kanadanınki tor betiga kirsiz, bosh betdan kirib ham qarasangiz bu yerda o'qish, ishlash, work, study, citizenship, kirishdanlik, ko'chman bo'lib kirish, Canadian bo'lib ketgandan keyin pasportni qanday qoldi degandek masalan siz refugee bo'lgan bo'lsangiz refugee ya'ni panoh iltimos qilish degan kirib o'shaning hammasi o'zingizniki yo'llarini birdan qilgan ishingizni o'zingiz masalan Kanadaga kelgandan keyin panohlik tiladim degan gap bor. O'sha kirgandan keyin kimlar iltimos qiladi, iltimos qilgandan keyin nima bo'ladi after you apply. O'shaning hammasini birdan o'qisangiz o'shadan qiladigan ishlaringizni birdan deb berdi ekan. Masalan, sud o'tib bo'lgandan keyin qanaqa bo'ladi ekan desangiz, navoda Immigration Refugee Board sizningki panohlik iltimosingizni qabul qilsa, bu deganlik Kanadada mangulik turish kartasiga iltimos qilsangiz bo'ladi degan gap. Shu yo'lingizni birdan ko'rsatib berdi ekan o'shada. Citizenship garajdorlikniki bir narsalarni yoki bo'lmasa Kanadaga kelmoqchi bo'lsangiz, Visit Canada bu yerdan siz garajdorlik to'g'riliq savollarni ko'rsangiz o'shada hamma nimasi o'shada bor ekan. Tamam. Sonra bakayım. Permanent resident kartasi qanday iltimos qiladi, qanday aql bo'ladi degan hozir bir muncha usullarni deb berdim. Yana bir aylan so'rabdi. Nima? Kanadadan xizmat tepib bo'lib, work permitni javobi 6 oygacha kamsa. Nada undaq gap yo'q-ku. 6 oygacha bir work permitni iltimos qilishniki vaqti iltimos applicationni qilsangiz 15 kundan beradigan yoki bermaydigan javob chiqadi. Javobi 6 oygacha kamsa. El-xat yozsa qaytarmasa qanday qilamiz? Bana bir messengerdan gap yozing. Nim qilib javob beray. Bu qanday sizga work permit bermadi deysiz bilamadim. Başqa bir davlatda turib Kanadadan xizmat tepib work permit iltimos qilib 6 oygacha javob yo'q. Voy, 6 oy emas, 15 kundan ham javob chiqadi. Qarang, o'shadan o'z tilim ko'rsatib beray. Work xizmat degan yerdan find if you need a work permit. İşlayman desangiz shu work permitga ehtiyoj bo'lasiz. Qanday bo'ladi desangiz, men xizmat vizasiga oid 2 video ishlagan. Xizmat vizasini qanday qoladi deb, masalan siz Turkiyada bo'lsangiz, Turkiyada turib Kanadadagi xizmatlarni izlaysiz shunaqku. Xizmat izlab bir xizmatni topdingiz. O sizni ishlatamiz degan o'rin sizga bir maxsus official
xizmatchi qabul qilamiz deb qabul qilinding deb official bir parcha letter bor. Aşı arqılıq work permit iltimas qilasiz. Work permitniki iltimas qilgan kuningizning ichidalam submit qilgandan keyin 15 kundalam javob chiqadi beradigan bermaydiganligi. Work permit'in badi degan gap, work permit orqali siz work visa ola olasiz degan gap. Bir kim sizga Kanada sizga kelib ishlasang bo'ladi degan permitni berib qo'yib, vizani rad qilib yetadigan ish yo'q. U chog'da work permit ola oldingiz degan gap, work visani ola oldingiz chataq yo'q degan gap. Work permitniki haqi $150, work visaniki haqi $100 go deyman, Canadian dollar. Hozir yangi gapingiz qarta Kanadada xizmat deyib bo'lib, work permitga javob 6 oygacha kelmasa, cho'qim keladi. Ha yoki yo'q deydi, 15 kundalam keladi. Shuni vaqtini hozir bir tap beraymi sizga? Yani shu boyaqi processing time deganlam shundan ko'rsangiz qarang. Processing time deganga nima iltimos qildingiz desangiz mayada. Temporary residence deganning ichidan visiting, studying, working deydi. Ya'ni sayohatga, o'qishga, xizmatga mush iltimos qilgan bo'lsangiz qanaqa bo'ladi? Which temporary residence application deydi. Mushlarning ichidan qani work permit deb qo'yaylik. Work permit from outside Canada. Where did you applying from? Nerede qaysi davlatda hozir? Ko'pincha uyg'urlar Turkiyada bo'lgandan Turkiyada deb ham yozay. Turkiy. Xizmat ijozatnomasiga iltimos qildim. Turkiyada turib, desangiz processing time 13 weeks. 13 weeks degan qancha ish qayma? Bir joyda 15 kundan chiqadigan bo'lgan. Turishliq davlatga qarata o'xshash bo'lmaydi u qaraganda. Masalan, shu work permitni Kanadaning o'zida turib oldim deylik. Turkiyada turib 13 hafta ketgan bo'lsa, Kanadada turib qani Kanada. Cambodia, Kanadaning ichida turib yo'q-ya. Xitoyda turib oldim deb baqaya. China, Beijingda turib Kanadaning xizmat vizasini iltimos qildim deylik. 14 hafta. Boshqa yana qayerda? Malayziya deymizmi? Turishliq davlatingiz qaysi davlatda bo'lsangiz shu kirsangiz mayada work permitni beradigan outside of Canada vaqt 14 haftada chiqadi ekan. Sizniki 6 oygacha kammi deydingiz? This processing time doesn't include send application. Ya'ni siz iltimosingizni pochta orqali qo'yatamsiz yoki visa ofislar orqali qo'yatamsiz. Shuning qarta o'sha ketgan vaqt hisoblanmaydi deydi. Ya'ni shu sizga work permitni beradigan, ya'niki o'ziningki sizning iltimosingizni qabul qilib 14 haftagacha javobini berdi degan gap. Tamam, tugadi ham bugun bir muncha mazmunlarni bir aqlam so'z etdim. Asosliq tema shu garajdalig o'tish uchun qancha vaqt ketadi va uning vaqt hisoblash usuli. Permanent resident kartini bo'lib Kanadada turgan vaqtingizni bir kundan hisoblab 1095 kun to'shqisiz. Karta elishdan ilgirki vaqtni har 2 kunni bir kun hisoblab, ya'ni 20 dan eng ko'p bo'lganda 365 kungacha hisoblandi. Tugadi. Keyingi programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.